28 mingga 3 xonali 70 kvadratlik xona olgan bo'larmidingiz? Arender marhabo. Qaysi adres nima deydi? Sangizarni to'g'risi. Sangizar to'g'risi. Buyuk Ipak yo'li 58. Buyuk Ipak yo'li 58A. Marhabo restoran Sangizarni to'g'risidan kirib kelsa ham bo'ladi. Evosning yonidan kirib kelsa ham bo'ladi. Mana bu Iskandar akam aytayaplarki, srochniga mana shu uyni sotish kerak, lekin men taqib beraman deyaptilar. Nima qilib berasiz bu yerga Iskandar aka? Yo'g'a, kuxni mebel qo'yib beraman. Kuxni mebel qo'yib beradilar. Do'xontirni katol qo'yganlar. Har bitta xonasiga batareyasi bo'ladi. Gilam qo'yiladi. Gilam qo'yib berasiz. Yana nima? Spanga gilam qo'yiladi. Bu yerga gilam, yangi remont qilgan. Yo'g'a, garderob shkaf. Garderob shkaf qilib berasiz. Zaligachi mana bu zali ham juda ham katta, ikkita batareyasi bor. Bu yerga ham gilam, televizor qo'yib berasiz. Bu esa o'sha sanuzerda vanasi yo'q ekan lekin. Bu yerga vanna qo'yish kerakmi? Nima qo'yasiz bu yerga? Bu yerga vanna, semestr qo'yib beriladi. Vanna, semestr, aristoni bor, issiq suvi bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, pastdan nomor qoldiraman, sirrochni aloqa chiqinglar. Marhaboda 28 mingga bunaqasi yo'q, to'g'risi Iskandar aka. Men ertaning o'ziga bitta klient olib kelaman, normalni tushib berasiz lekin. Gap bo'lishi mumkin emasmi? Yarim soatda nomingizga oformlik qilib beriladi.